Fabio Cannavaro'ning tayinlanishida ishtirok etgan, unga shartnoma taklif qilgan, bu g'oyani bergan odamlarga bitta savolim: niyatingizga erishdinglarmi? Sobiq sport sharhlovchisi, Million jamoasi a'zosi Davron Kabulov O'zbekiston terma jamoasining bosh murabbiyi Fabio Cannavaro haqida keskin fikrlarini bildirdi va terma jamoamizning mundialga omadsiz yurishi va yakuniga kimlar aybdor ekanligi haqida gapirib o'tdi. Do'stlar, video boshlashdan avval videomizga bitta like bosishni unutmang. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Srechka Katanets o'sha oyoqda Timur Kapadze oshni damladi. Suzishga nimaga aynan Cannavaroni chaqirdik? Va o'zi umuman aholisini asosiy qismini daromadi, oylik maoshi $400 dan oshmaydigan mamlakat uchun 4 million yevrolik murabbiyni olib kelish qanchalik sog'lom fikr? Futbolda odatda murabbiy natijaga erisha olmasa, qo'yilgan vazifani uddalay olmasa, ishdan ketadi. Kapadzeni nima sababdan bo'shatdik? Jahon chempionati yo'llanmasini oxirigacha qo'lga kiritib bergani uchunmi? Jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritishimizda Jaloliddin Masharipov, O'tkir Yusupov, Aziz Turg'unboyev kabi futbolchilarning o'rni beqiyos edi. Xo'sh, nima sababdan aynan bittasi turnir arafasida tarkibga kiritilmadi, ikkinchisi qaydnomadan so'nggi soniyalarda sirli ravishda olib tashlandi, uchinchisi musobaqa davomida birdaniga ikkinchi darvozabonga aylanib qoldi. Tarixan O'zbekiston milliy terma jamoasi markaziy yarim himoya chizig'ida eng kuchli ijrochilarga ega bo'lib kelgan Mirjalol Olqosimov, Server Jeparov, Odil Ahmedov va hokazo. Tasodifni qarangki, aynan birinchi marta o'z tarixida jahon chempionatida ishtirok etayotgan O'zbekiston milliy terma jamoasida aynan markaziy himoya kuchsiz nuqtaga aylandi. Xo'sh, bitta savol: Jamshid Iskanderov Qo'shma Shtatlarga nima sababdan olib kelingandi o'zi? Aslida bu savollarning barchasi milliy terma jamoani yaxshi ko'rganimizdan, unga faqat yaxshilikni xohlaganimizdan yangrayapti. Fabio Cannavaroni faqat qora rangga bo'yash fikridan yiroqman. Behruz uchun uni asosiy tarkibga kiritgani uchun rahmat aytishimiz kerak. Ammo bu yog'iga yo'limizni o'zimiz davom ettirsak maqsadga muvofiqroq bo'ladi nazarimizda. 1+4 ko'rinishida agar haqiqatan ham imzolangan bo'lsa, +4 ni olib tashlashning ayni vaqti nazarimda.